Assalomu alaykum. Ogohlik bilan chiqyapman. Hammani ogohlantirib qo'ydi. Bu videoni tarqatib qo'ydi. Nimaga? Xo'p, begona nomerdan qilyapti telefon. Nomeringizni uzaytirmoqchimisiz? Uzaytirmoqchi bo'lsangiz, hozir sizga aytamiz. Bitta kod keladi. Shu kodni aytib yuborasiz. Kecha bitta o'rtog'im aytdi o'zi menga shunaqa vizit qilishtirib, ogohlantirib qo'ygan dedi. Xo'p dedim. Bugun o'zimga shu telefon bo'ldi. Hozir men zapis qilib olaman deb kameradan yozib olaman deb anaqa qilib qo'yib qo'ydi telefonni. Mendan keyin yana bitta o'rtog'imga telefon qilibdi. U kodda aytgan plastikdagi pulni yechib olganda, shtirmaha qilib yechib olibdi. Ogohli bo'linglar, ehtiyot bo'linglar, hammaga kod beravermanglar. Kompaniyadanman desam ishonmanglar. Ko'p rus vakillari qilyapti. O'zbek odam emas, rus vakillari telefon qilib, rus odamlar mana shunaqa vizit, mana shunaqa uzaytirmasangiz bo'lmaydi. Nomeringizni srogi kelib qolibdi. Kod jo'nataman. Ayniqsa yosh kattalar bu narsani tushunmaydi. Iltimos ogohlantirib qo'yinglar, yosh kattalarga aytib qo'yinglar. Ayollarimiz, uydagi xonadonimizda ahli ayollar hamma yaqinlarga bu videoni jo'natib, ogohlantirib qo'yinglar, shu ular ham tushib qolishmasin. Plastik pulni shunday yechivyapti. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Ogohlikka chaqirdim. Sizlar ham yaqininglarni chaqirib qo'yinglar. Bu videoni tez tarqatib, like bosib, kommentariy yozsanglar, tezroq tarqalishi rivojlanadi. Joninglar sog' bo'lsin. Aralashib zo'rdan zo'rlashmaydi. Hammaga rahmat.